Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Sadur Fire. Bugungi videoni obloshkasi ko'rib turganingizdek, bugun sizlarga 1000 so'mlik, 50 ming so'mlik va 300 ming so'mlik akkauntlarni obzor qilib beraman. O'tgan videoning aktivini portlatib o'rganlaringiz uchun men bu videoni ikkinchi qismini ham chiqarishga qaror qildim. Unda ko'p cho'zib o'tirmagan holda biz boshladik. Mana do'stlar, biz 1000 so'mlik akkaunt obzorini boshladik. Unda birinchi bo'lib profildan boshlaymiz. Profilda biz 7-uровень 16 like va 1 yillik titulni ko'ryapmiz. Propustlarda hech bir sotib olmagan, normal o'ynalmagan. Mana bunda bilan mana shunday o'ynalgan ekan bo'ldi. Sklad bu tarafda hech nima yo'q. Spesifikalarni bilish shart emas. Tak skladdan boshladik bo'lsa. Bu yerda naqd 3 ta nabor bor ekan. U mana bu zaltoy chekport nabori bor ekan qiz bolaga. Tak bu yerda 4 ta bosh kiyim bor ekan. Naruto'nikida ekan. O'sha vaqt o'ynagan ekan. Tak bu grimlardan bitta qiz bolaga bor ekan. Bu torslarda bo'lsa 1 2 3 4 ta kan torsi bor ekan. 6 ta ko'rsam bular o'zi beradigan torslar. Mana bunaqa ikkita o'g'il bolaga tors bor ekan. Bu ham ana zaltoy chekportniki. Bu bo'lsa o'sha uровень ko'tarsa beradigan. Mana bular bo'lsa bular ham 3 ta asosan qiz bolaga bor ekan. Bu yerda ham kim ishda o'zi bu qiz bola akkauntga ekanda, qiz bolaniki ekanda akkaunt. Emotsiya, ikkita emotsiya bor ekan, bittasi vaqtli, bittasi bo'lsa o'zi kirgan vaqtda beradigan ekan. 6 kun qolibdi bunga. Bo'lsa bir umr turaveradi. Boshqa joylar bu sumkalar. 3 ta sumka bor ekan. Mana bu ham o'zi уровеньga qarab beradi. Bu zaltoy chekportniki. Lootboxlar bu ham уровеньniki bor, buni ham bilmadim. Parashutlar, 5 ta parashut bor ekan. Yaxshi, mana bu adashmasam propustniki. Bu tarafda daska nima deylardi, bular shular ham yaxshi. 4 ta bor ekan, mana bu ham уровеньga ko'tarsa beradi. Bular bo'lsa zaltoy chekportniki. Buni propustdan bo'lsa kerak bu. Ha, bu propustniki. Mana bu normalniy ekan, mana shuni qo'yamiz. Muzika qismas, оружиялigi skin hech birida yo'q. Profil. 11 ta profil bor ekan. Mana bu zaltoy chekportniki. Bu yerda ham bitta propustniki bor qo'yani. Bu zaltoy chekportniki o'ynab olgan. Bular ham zaltoy chekportniki edi. Bu yerda bo'lsa maqtanishiga eshitma yo'q. Mana bu ketib bo'lgan. Olamay qo'ying. Bitta aylantirib qo'yaylik-chi, tushar nabor. Yo'q, hech nima tushmadi. Yaxshi. Endi biz оружияларga o'tamiz. Galeriyadan boshlaymiz, chunki ko'p оружие ham yo'q bunda. Bunda 6 ta оружие bor ekan. Bittasi tabaga, akimga, bu ham уровеньga beradi, bu kirganingdan beradi o'zi. Bu ham уровеньga bomba mana bor ekan. Bu ham adashmasam Naruto'niki edi. Dar shu Naruto sezonida normal o'ynagan ekan. Undan keyin tashlab qo'ygan ekan. Tak. Mana do'stlar, 1000 so'mlik akkaunt obzorini tugatdik. Endi bo'lsa 50 ming so'mlik akkaunt obzorini boshladik. Mana do'stlar, biz 50 ming so'mlik akkauntda biz 50 ming so'mlik akkaunt obzorini boshladik. Unda birinchi bo'lib profildan boshlaymiz. Profilga kiramiz. Unda kirib kelishi bor ekan, chiroyli animatsiyalar bilan 58-уровень, 2500 ta like mana bunaqa ikkita inkubator skin. Bu yerda 1 yillik titul bor ekan. 1 yil akkauntga o'xshamayapti, lekin chunki mana bu ustidagi torsi mana bular hozir 2 yil bo'lishi kerak yoki 3 yillikmi tekshiraylik. Mana 2 yillik akkaunt ekan bu. Buni ham qo'yib qo'yish kerak. Prime 1 ekan. Nechta olmos donat qilingan? 1179 ta olmos donat qilingan ekan. Yaxshi. Skladga o'tadigan bo'lsak, bu yerda 42 ta nabor bor ekan, naqd. Mana bu adashmasam ana bunga edi, kubga edi. Mana bunaqa интересный naborchalar bor ekan. Bu vaqtlikka edi. Bir umrga olganman buni. Yaxshi, mana bu adashmasam donat qilish kerak edi buni olish uchun. Mana zaltoy chekport 2 yil oldingi edi. 3 yilmi yo bilmadim. Tak, bu ham magistrga ko'p. Mana bu bitta akulacha bor ekan, bosh kiyimlarga o'tadigan bo'lsak, mana bu elitni propustga tegishli nabori ham bor. Mana magistrga ko'p, zaltoy chekport. Bu ham zaltoy chekport. Mana bu bor ekan, mana bunaqa. Mana donaterskiy bo'yicha alokniki bor ekan. Bu ham zaltoy chekport edi, buni bilmadim, sezon vaqti olgan bo'lsa kerak. Bu ham bor ekan,
to'liq anonsi yo'q ekan. Bitta oyoq kiyim bilan shu bor ekan. Tak maskalarga o'tadigan bo'lsak, mana bunaqa propusk maskasi bor, mana bular bor, bu bor ekan. Qolgani qiziqmas deb o'ylayman uncha. Mana bor ekan. Propustki bor ekan mana bu. Tak maskalarga o'tadigan bo'lsak, mana bunaqa maska bor ekan. Grim demoqchi edim. Grimlar bunda uncha qiziq emas. Kesib ketamiz. To'g'risiga navbat mana bu ham boyagi kubniki. Bu ham master chiqsa bergan ekan. Dana terski mana bu ham master chiqsa bergan. Birinchi bo'lib 33-anonda chiqqan ekan sezonda. Buni eslamadim. Bu ham saltochik bor. No, uncha dana terski narsalari yo'q ekan, lekin biroz biz ham old narsalari bor ekan. Bu yerda ham oddiy narsalar. Tak. Kesib ketamiz. Mana propuskga tegishli bular ham. Buni ham bilmadim, propusk bo'lgan bo'lsa kerak. Mana allokdiki bor. Tak, mana bularga navbat keldi. Bu yerda ham uncha zo'rlari yo'q. Mana bor ekan dana terski, mana normallilari bor. Allok. Qo'yani bunaqa oddiy ishtonlar. Tak, oyoq kiyimga o'tamiz. Unda ham uncha qiziq bo'lmasa kerak. Mana shularni ko'rsatib o'taman. Boshdagilarni tak emotsiyalar, navbat 14 ta emotsiya bor ekan, bittasi vaqtli ekan. Demak, 13 ta emotsiya bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunaqa pul sochadigan emotsiyasi bor ekan, Donateski. Dashasan bitta shu yagona donat qilib qo'ygan-da. Bu lishniy ostrovniki, buni ham Pekinga bergan. Tak, bu ham salom alaykum qiladi, bu ham tekin hammasi. Mana kirib kelish bor ekan, chiroyli. No, kirib kelish menga uncha yoqmaydi, bir boshqachalari bor edi yoqadigan. Hozir ko'rsataman. Tak. Mana shu kirib kelish menga yoqadi вообще. Uzr akalar, uzr. Tak, ko'rdik buni. Sumkalarga keldi navbat. Mana bu bor ekan. Sumkalarni hech kimga qiziqmas, tez o'tkazib ketaman. Loot boxlar mana shular bor ekan. Parashut mana bor, bu bor, yana shunga o'xshaganlari bor. Daskalar ham normal ekan, pizza bor ekan. Yana qo'ygan muzikalar qismat. Mana bu meda mashinalarga skin, tek normal. Mana bu bor ekan, mana bu Naruto'niki emas, Kintamaniki ekan. Kitsaniki 2 o'yin olingan ekan. Yaxshi, bu ham tekinga berilgan edi, yaxshi. Bu ham biroz old. Ular bor ekan, otga ham olgan ekan, yaqinda kelgan skinni. Profillar ham uncha qiziqmas deb o'ylayman. Mana birinchi bo'lib 33 niki bor edi, mana 33 ga chiqqan. Mana bunaqa biroz eski profilchalar, mana bu 6 bor ekan, qani edi bu mana. Bu tarafda ham o ikkita anoniki bor ekan, nima desa bo'ladi. Bishada karash, inkubator mana bu bor ekan. Bunaqalar yana qiziq narsalar. Endi orujalarga skinga o'tamiz. Bir galeriyaga o'tadigan bo'lsak, 123 ta skin bor ekan, mana bu ikkita inkubator. O'zi maqtanadigan orujalardan shu ikkita inkubator ekanda, boshqa norm orujasi ham yo'q ekan. Mana bunaqa bor ekan, mana bu bor. Bu ham bor ekan, yaxshi. Mana bu ham bor ekan bunda. Tak, ssenariy uncha zo'r emas. Tak, mana shunaqa orujalar. Ko'rib ketishlaringiz mumkin o'zlaringiz. Qo'ygan vaqtli. Bo'lsa, umr davomida ishlatgan vaqtli orujalar. Normal orujalar ekan. Mana bu bor edi, men bir safarlar yoqasida. Do'stlar, mana biz 50 ming so'mlik akkaunt obzorini tugatdik. Endi bo'lsa 300 ming so'mlik akkaunt obzoriga o'tamiz. Qanunda ketdik. Mana do'stlar, biz 300 ming so'mlik akkaunt obzorini boshladik. Birinchi bo'lib profildan boshlaymiz. Profilga kirib kelish yo'q ekan, 6 yil akkaunt ekan, lol emotsiyasi. 50 ming so'mlik akkauntda bor, inkubatorcha bor ekan. 68-uровень, 11 mingtadan ko'p like, 21 marta xabaretina masari chiqqan. Bunda bo'lsa 16 ta bor-da. Bu taraf ko'rsa, Dinovsi bor ekan, mana bu Jazz bor ekan. Bu nima edi? Sdelano va SNG mana bu yaqinda kelgani bor ekan, Assassin bor ekan. Top emotsiyalar bor ekan. Bu tarafga propuslarga qaraymiz. No, boyaq paslar hech bir sotib olmagan, lekin elitni pas sotib olgan ekan.
Adashmasam orada tashlab ketgan o'yini, chunki mana bu ancha vaqt oldinga edi, o'rtada ham bo'lishi kerak edi. Mana shu yerlarda yana bir gazeta 10 ta propus bo'lishi kerak edi, adashmasam 7 ta 8 ta, lekin tashlab ketgan ekan. Tak, yaxshi, bir endi skladga o'tamiz. Skladda bo'lsa 111 ta nabor bor ekan, mana propusniki. Mana jokkacha bor ekan. Mana bu bor ekan, bu ham bor ekan. Mana futbolni bor ekan. Vampir bor ekan. Salto checkpoint, mana bu hokkeychi, mana bu ham bor ekan. Freestylerlarga orqasi sur. Mana bu ikkita deyarli bir xil narsa bor ekan. Mana Gilsiyaniki bor. Yaxshi, mana bunaqa nabormi? Nimalar ushlayapti mana. Dino menga yoqadi. Yana qanaqadir jokkachalar bor-ku, bilasizlarmi? Har xil rangli inkubatorlar o'shalar yoqadi. Shu Dino bilan bu ham inkubator har xillari bor. Mana bu bor ekan. Даже tun Sakuram bor ekan. Mana Dino yoqadi kimchi, mana qiz bolaga, sukatga ham bor ekan. Bosh kiyimlarga navbat keldi. Mana propustga bor ekan, eng oxirgi elitni propustga 2 uni olgan. Mana bu bor ekan, kepgacha menga yoqadi. Bu ham old, mana buni. Mana nima edi bu? Magiski kub bor, mana. Bunaqa top bosh kiyimlar bor ekan. Venomniki bor, mana bu bor. Boyagi bor, senki mana bunaqa chiroyli bosh kiyimchi ham bor ekan. Propustniki bor, mana bunaqa. Bilan adashmasam propustniki hammasi mana bunaqa bosh kiyimlar bor ekan, kepgacha. Yana shunaqa bosh kiyimchalar. Zalto checkpoint, mana Mumio ismida qachon kelgan. Mana bor 3 ta levelli. Bu ham bor 3 ta levelli. Mana bitta bor edi, yana bitta hozir. Yo'q, bu tarafda edi, adashmasam. Hop, to'xta. Mayli, sразу maskalarni boshlaymiz. Bu yerda mana bunaqa maska bor ekan, mana bu bor ekan propustniki. Mana bor ekan, magister kubga berilgan oxirgi marta. Bu ham bor oxirgi propustniki. Mana jokkerchi bor. Bu bor, bu mana bunaqa maska bor ekan, mana bu Venomniki bor ekan. Mana bu bor. Mana bu bor ekan, mana bu. Mana bu achikcha вообще menga yoqadi-da, pizda. Mana bu bor ekan, mana bu yaqinda kelgan qo'ydi kallasi bor ekan. Boyagi bor ekan, hokkeychaniki. Mana bu ham yaqinda kelgan propustniki. Tak, yaxshi, hozircha. Grimlarga o'tadigan bo'lsak, bu ham uncha qiziq emas. Mana bular bor ekan. Like bo'silganlarni ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa grimlar. Qo'ygan qiz bolaga ekan. Tak, qani edi mana. Yaxshi, endi 300 ta kiyimi bor ekan bu akkauntda, to'g'risi. Bandit bor ekan, mana bu bor. Propustniki bu ham. Propustniki juda ham zo'r. Men yoqadi, faqat o'ynayotganda sal xalaq beradi, orqasi qimirlab. Tak, mana bu bor, Venomniki bor, mana bu bor. 24-sezon massive chiqishda beradi. Mana bu bor ekan, old kiyim. Bu bor, bu. Mana futbolni anolar bor. Mana 2018-yil o'ynalmagan, lekin bor ekan 2018-yildagi. O'sha Tors. Mana bu bor propustniki. Mana bu bor ekan. Bu bor. Shunaqa qiziq kiyimlar bor ekan. Yoki Jokerniki bor, mana bu bor, yaqinda bu ham mastere chiqqanda beriladi. Mana yaqinda kelgan Salto checkpointniki. Mana bu ham mastere chiqsa berilardi, mana bu ham bor. Oho. Вообще imba akkaunt deb bo'lmaydi, lekin norm akkaunt ekan. Mana bu qabr, mana bu ham bor ekan. Ya'ni bu faqat o'zi bor ekan. Mana bunaqa bor, mana bu bor ekan, old, yaqinda qo'yishgan qizil jetonchaga. Mana bu bor, mana bu bor ekan. Bular bor, mana yana bitta futbolni, ana umuman kechami. Bular bor, mana. Ko'rib ketishlaringiz mumkin. Yopiq ekan, mana. Ochish kerak endi. Bu ham bor ekan, mana. Mana bu ham bor ekan, даже normalniy bu ham. Bu bor, bu bunaqa bor ekan ikkita. Yaxshi, mana shu adashmasam o'rta qo'lida chiqaryapti. Yaxshi, qani edi, mana buni qo'yamiz. Ishtonlar uncha qiziq emas. Mana shunaqa normalnisi bor ekan. Jaz bor, eng asosiysi mana futbolnisi.
eventga kelganim bor. Futbolkasi yo'q ekan, bu ham bor. Bu ham bor. Tagida o'ziga o'xshagan bir nechta qiziq shunaqalar bor. Yaxshi oy kiyimlarga o'tamiz. Baribir qiziqmas hech kimga. Oy kiyimlar ham uncha qiziq emas. Men ko'rsatib o'taman. Emotsiyalar. 41 ta emotsiya bor ekan. Mana shu emotsiya bor. Mana bu emotsiya bor ekan. Vobshe menga yoqadi. Juda ham zo'r. Mana emotsiyadan qarang, qanday turadi. Shuni qo'lga qilishni olib, cho'q kesib tashlaydi. 4 ta unsur chiqadi. Men nima deb bilaman. Xo'p, mana bu emotsiya bor ekan. Bu ham menga yoqadi. Mana bu ham bor ekan. Pulni orqasiga sakraydi. Mana pul sepadigani ham bor ekan даже. Mana Urgimchak zonasida keladi o'sha eventida. FFVS bor ekan, LOL bor ekan, eng asosiysi LOL mana. Lishniy ostrov, mana bu old emotsiya. Mana chiqadi bu bor. Mana bu bor ekan. Mana bunaqa emotsiya bor. Zo'r mana bu bor ekan. Salom beradi. Mana bu bor ekan. X qilib qo'yganini ko'rsatadi. Mana bu bor ekan. Bu ham old lekin normal. Mana bu bor ekan. Mana shu 41 ta emotsiya kirib kelishi yo'q ekan, afsuski. Keyingi anavlarga o'tamiz. Mana bu yugurish bilan qiziq emas. Sumkalardan ham uncha normal sumkalar bor deb o'ylamayman. Mana bunaqalar bor ekan. Mana shunaqa sumkalar bor ekan. Mana bu bor, eng asosiysi mana bu bor ekan. Bir minut. Shuni o'chirib qo'yay. Qani bo'yibdi sumka ko'rdik. Mana bu hali ochilmabdi, yaxshi. Qo'yib qo'yaylik-da. Mana bu bor ekan. O'lgandan keyin qo'yiladigan loot boxlar bilan qiziq emas. Mana bunaqa bor ekan, parashyutchalar. Ajoyib. Pastga mana bor ekan, o'sha pulli sezondan kelgan. Mana bu bor ekan, bu nima edi? Pizza tushyaptimi? Qidirish ekan bu. Men bu ham esladim. Bu yaqinda kelgan edi-chu. Oldmi bu? Esimda yo'q. Mana shu vaqt men o'ynamagandim. Adashmasam yaqinda kelgan. Yani bilmadim. Mana bor ekan, adashmasam bu ham propuskdan. Yaxshi, bu musiqachilar bor ekan. Qiziqmas hech kimga. Оружие skin. McLaren bor ekan mana. Mana bunaqa poyga mashinachasi bor ekan, nomini bilmadim. Mana bunaqa top skinlar bor ekan. Mototsiklga mana bu bor ekan. Mana Giltianiki bor. Bu look bor. Mana tarafga ham mana bu bor ekan, donat qilib o'tgan. Mana old skin bor ekan, yaxshi. Bu ham yaqinda kelgan. O'tga skin ham bor. Mana profil 257 ta profil bor, mana shunaqa. Old profilchalar bor ekan, u yerga qiziq emas. Mana shuni ko'rsatib o'taman. Mana bular ham bor ekan, Varon, boshqa. Shuni top profillar bor ekan, mana bu yerga qaraymiz. Tam ikkita inkubator bilan, inkubator emas deb atashmasam, bu inkubator edi. Bruce 48 ta jetoncha, bitta o'yinchisi o'sha max qilgan. Mana bu bor ekan, pul tushayotgan. Dani 31 mingta, 500, почти 600 ta, 14 mingta вообще 30 ta mana bunaqa. 209 ta buni nima qilyapti bu akkaunt? Mana bor ekan, yaqinda shu sezon bu reytingdagi masterga ekan, 51 deb yozilgan. Ochmagan ekan. Yaxshi. Sklad tugatdik. Endi bo'lsa оружияларni ko'ramiz. Оружияларga navbat. Mana оружиялар. Mana shuni ko'rib ketamiz, chunki bu qiziq оружиялар bo'lishi mumkin. Oldski anavi yo'q ekan. Yaxshi, skarga bor ekan mana. Shunaqa toplar bor ekan. Mana bu ham bor ekan, yaxshi. Juda zo'r. Yaqindagi zoltoy chekportniki, ana buniki. Оружие chekportniki. Mana bular bor ekan, yaxshi. Bunaqa ekan. Bilmadim. Mana bu ham zo'r ko'rinar ekan. Bu tarafga bu master chiqsa berilasdi. Mana inkubator bor ekan. Har xil rangli bor, menga shu yashil yoqadi. Yashil bor ekan. Bu tarafda ham oddiy, normal, bu ham zo'r bor ekan. Mana bu ham inkubator, bu ko'rganimiz. Bu ham bor ekan, bu vaqtli ekan, mana bular bor ekan. Bu tarafda ham mana bu. Bu tarafga uncha qiziq emas.
Tak. Mana bular bo'lgan tabiiy skinlar orqa-orqada ultlari bordir. Mana shunaqa qiziq tabachalar bor ekan. Bu yerdachi mana bu baton noni bor ekan. Mana bu bor. Bu bor. Bombalarni ko'raylik. Bu bomba qiziq emas. Stena. Mana bu yaqinda kelgan zatmeniyaga beradi. Mana bu bor ekan, yaxshi bu ham. Qaysini qo'ysa bo'ladi? Bunimi yoki bunimi? Hop, shuni qo'yaman. Bu ham bor ekan. Mana bu ham bor ekan. Mana old skillari bor qattiqda. Qani qo'lga o'chib qo'ygan bo'lsa kerak u. O'chib qolibdi. Mana do'stlar, bugungi akkauntlarning obzori tugadi. Qaysi akkaunt sizga yoqdi, qaysi biri pulga arziydi, barchasini kommentariyada yozib qoldiringlar. Men barchasini o'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.